Barchangizga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, kecha Abduqodir Husanovning nikoh to'yi bo'lib o'tdi. Ushbu marosimda kimlar tashrif buyurdi? Yulduzlarga bo'y ushbu to'y marosimini sizlarga taqdim etaman. Ushbu to'yga O'zbekiston terma jamoasi a'zolari va Jack Grealish Abduqodir Husanovni to'y munosabati bilan tabrikladi. Abduqodir Husanov uylandi, lekin men hozir to'y haqida emas, uning oxirgi paytlarda zaxirada qolib ketgani bo'yicha bir ma'lumotni ulashmoqchiman. Bilasiz, Abduqodir Husanov O'zbekistonga keldi va otasi bilan birgalikda to'y kuni shifoxonada yotgan Abdurahmon Fozilovni ko'rishga bordi. Bundan avvalroq Abdurahmon aka Fozilovni Husanovning so'nggi paytlardagi muvaffaqiyatsizligida ayblashgandi va bu noto'g'ri degandek Husanov Abdurahmon akani ko'rishga bordi. Xo'p, endi uning zaxirada qolib ketganiga to'xtalsak, ma'lumotlarga ko'ra, Manchester City va Lens o'rtasida tuzilgan shartnomada shunday band bo'lganmish. Ya'ni kim Abduqodir Husanov mana shu mavsum davomida Manchester City tarkibida 10 ta o'yinda maydonga tushadigan bo'lsa, City Lensga 5 million yevro bonus to'lab berish kerak bo'lardi. Ochig'ini aytaman, bu ma'lumotni ko'rganimdan keyin o'zim ham Abduqodir Husanovning nechta o'yinga tushganiga qiziqdim va men sanab chiqqan o'yinlarga ko'ra bu 9 ta chiqdi. Ha, bu ma'lumotni 100% to'g'ri deb bo'lmaydi, lekin sport biznesdan iborat deyshadi. Xo'p, sizningcha rostdan ham Manchester City va Guardiola 5 million yevro to'lamasligi uchun Abduqodir Husanovni oxirgi paytlarda zaxirada ushlab qoldimi? Sizning bu borada fikringiz qanday? Buni izohlarda yozib qoldiring. Abduqodir Husanovga esa baxt tilaymiz.